Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugungi mustaqillik yo'lida izlanish programmamizga hoş geldinglar. Bugün biz Sharq Turkiston sürgün dokumenti Muavin Cumhur Reis Abdulahad Nur efendimni bu programmamızga teklif qilish sharafiga erishdik. Bu programmamızga hoş geldiniz. Abdulahad Nur efendim, programmamızga hoş geldiniz. Anlamadı. Rahmet, Allah razı olsun Cüret efendim. Yaxşı. Anda selametlik, selamet mi? Biz yaxshi turdik. Bugungi programmamizni biz diniy masala ustida fikr almashtiraylik deb o'ylashtirdik. Uyg'urlarningki bu mustaqillik yo'lida elib borgan kurashlarda islom dinimiz alohida cho'ng rol o'ynaydi va xalqliq o'rinda turdi. Hamda ko'rilmanlarningki bu islom dini to'g'riliq nurg'un savollar bor ekan. Oldi bilan biz birinchi savol o'rnida mundaq bir savolni sizdan so'rashni loyiq topdik. Nima uchun biz Sharq Turkiston uchun qilingan kurashni Allah rızası için de qaraymiz? Rahmet Cüret efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin ve ashabihi ecmain. Bu sualga cevap veriş için endi bu bir dini sual bo'lgandan keyin bu savolga diniy nuqtadan Qur'oni Karimdan javob berishga to'g'ri keladi. Nima uchun Sharqiy Turkiston uchun kurash qilishni Alloh rizosi uchun deymiz? Chunki Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish ibodat bo'lganligi uchun Alloh rizosi uchun deymiz. Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish iymonimizning bir parchasi bo'lganligi uchun Allah rızası için deymiz. Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish bizning islomiy aqida tarkibida bo'lg'achqa buni Allah rızası uchun deymiz. Endi bu yerda ibodat bo'lg'achqa dedik. Nima uchun Sharqiy Turkiston uchun kurash qilishni ibodat deymiz? İbadet kelimesi ve abd kelimesi, abid kelimesi ve ma'bud kelimesi o'xshash bir yıldızdan chiqadi. Hammasi mush islomiy atalg'ular. Bizning islomiyatda mush atalg'ularning hammasi bor. Abd degan banda degan gap. Abid degan gap Alloh buyurgan ishlarni qilish orqali bandalik vazifasini ado qilish uchun abid deyiladi. Ma'bud degan Allah'ın ma'bud deyiladi, ibadet kılınğıçı degan gap. Ma'bud ibadet kılınğıçı. Şuna ibadet kılınğıçı Allah bir bendige bir hükümni berse, o hükümni icra kılışının eti ibadet deyiladi. Şuna ibadet bendi bilen Allah o'rtasidagi haqqani munosabatning eti. İbadet degan bende abdini bende dedik o, bende bilen ma'bud olan Allah'ın arasındaki haqqani üstüge kurulgan en muvafık münasebetini ibadet deyildi. Şunun için Allah yaratquchi bo'lg'achqa, ay yaratılgan bendesiga bende ma ishni qil, ma ishni qilsang men rozi bo'laman, ma ishni qilma, ma ishni qilib qolsang men xafa bo'laman deb buyruq beradi. Şu buyrukni ibadet kılgan, buyrukni icra kılganın ismini ibadet deyildi. Hem de dedik, imanımızdan bir parçası dedik. Nima uchun bunda deymiz? Çünkü ma'budumuz bo'lgan Allah, biz imanımız va ishonimiz. Allah'a ishongandan keyin Allah'ın emri farmoniga ishonishmi imanning bir parçası. Allah'da tunib qo'yib, uning emri farmoniga bo'ysunmasa, Allah bilan qarshilashganlik,
Allah'a boysunmaganlık hesaplanıdı. Şunun için biz Müslümanlar Allah'ın emri fermanını biz kabul kılgan boğaçka Allah'ın emri fermanını biz kabul kılgan boğaçka şunun için bu kabul kılışını, bu itiraf kılışını biz akide dep qaraymiz. Şunun için Şarkı Türkistan için küreş kılış hem ibadet, hem akide, hem imanın bir partisi. Şunun için İslam alimleri, İslam'ın büyükleri nima degan bir haqiqatni o'tirib qo'yaylik. Hubbul vatani minal iman. Vatanni suyish imanning jumlasidan deb shu qat'iylik buni. Bu İslamning ruhidan kelgan bir mazmun. Vatan suyish imanning bir partisi degan gap. Öz vatanini so'ymagan odamda iman problemi bo'ladi. İmansız insanlar özünün vatanını söymeydi. Hem de bunun için Şarkı Türkistan meselesini ibadet dedik. Allah'a bu hak karab bakaylı. Hem de Kur'an'da bu hakta bekçik ayet var. Şu ayetlerden hem de bazısını okuş arkalık Allah bizge kandak emir ferman kıldı. Muşakta şunun karab baksak buludu. Birinci ayette birinci okuyduğun hazırlık ayette Sure Bakara'nın 109. ayetinde Allah bizge buyruk kılıvatıdı. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ. Bu ayette 3 nokta var. Birinci nokta قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Sizleri öldürgen, sizlerin canınları kast kılgan, sizlerin millet sütü diyen davattan düşmanlar karşı uruş kılanlar dedi. Niyadaki ayetteki kıtal kelimesi degen öldürüş degen gap. Yani sizini öldürgeli kelgen düşmanını öldürünler. Yüzümüzki tatbiqlığa vaxtımızda Türkistan halkı Allah'ın bendileri. Allah yarattan Müslüman biz. Bizlere kilometre uzaklıktan gelip vatanımızda besip aldı. Ondan keyin halkımızı öldürüşke başladı. Başta sınıf bilip öldürüşke başladı. Alimlerimizni öttedi. Onunla gap qilmasak, siyasi yollarimizni öttedi. Onunla gap qilmasak, baylarimizni öttedi. Anandan keyin ziyolilarimizni öttedi. Mush millatga kim foydali qilsa shuni öttashga boshladi. Onunla gap qilmoqda hozirgi kelgan vaqtda butun Uyg'ur xalqini, Sharqiy Turkiston xalqini umumyuzlik tamamen yo'q qilib, Sharqiy Turkistonni o'zining qilib olish niyati bilan irqiy qirg'inchilik olib boryapti hozir. Muşunda bir peytde ve de Allah'ın muş ayeti sizlerini öldürgülü kelgenlerini sizlerini öldürünler vatandan kovulap çıkarınlar diye mavi ayet Allah'ın buyruğu bu. Hem de bu buyrukni icra kılışının eti. Allah'ın mabud dedik ki biz abd. Ben de bu Allah'ın buyruğunu icra kılganın ismini ibadet deyimiz. İbadet deyimiz. Şimdi bu ayette ikinci noktada وَلَا تَعْتَدُوا. Ey bendilerim, başkalarına tecavüz kılmanlar deydi. Tecavüz kılış, başkalarının şahsiyetiga, mülkige, vataniga, ar-numusiga tecavüz kılış bizning dinimizda haram. وَلَا تَعْتَدُوا. Tecavüz kılış çeklengen. Çeklengen işini Xitay tecavüzçileri kılıvatıdı. Xitay tecavüzçileri tecavüz kılmanlar dese tecavüz kılıvatıdı. Bizni öldürüp anondakin Allah qubab bizni sizni o'ltagli kelganlarni yo'q qilish orqali vatanlarni qutuldigan buyruqni ijro qilishning eti İslamiyatda ibodat. Oyatning oxirisi 3-chi nuqta nima? Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Allah hech qachon tajovuzchilarni, dushmanlik qiladigan insonlarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Hem de bu yerde iki taraf bulup çönge vaktimizde Şarkı Türkistan halkı
ve Xitay halkı deb ikki taraf tushungan vaqtimizda Sharqiy Turkistonga tajovuz qilganlar, mishadik mu'tadil shu tajovuz qilguvchilar. Buni Allah yaxshi ko'rmaydi degan gap, Xitoy tajovuzchilarini Allah yaxshi ko'rmaydi, Allah uni dushman ko'radi degan gap. Ma oyatdagi mu'tadi kelimasi bilan adu kelimasi o'xshash ko'kdan, o'xshash yıldızdan chiqadi. Adu degan dushman. Allah deydiki bu yerda dushmanlik niyeti bilan tajovuz qiluvchilarni Allah yaxshi ko'rmaydi deydi. Ya'ni Allah Xitoy tajovuzchilarini bizga dushman deb e'lon qilib turadi. Men bu Xitoy tajovuzchilarini yaxshi ko'rmayman deyapti. Allah dushman deb e'lon qilib bergan bir tajovuzchini anandan keyin unga qarshi urush qiling degan bir urushni biz qilsak, shu tajovuzchiga qarshi Allah buyurgan urushni qilsak, buning etini ibodat deymiz. Bu nazariyani qabul qilsak, buning etini aqida deymiz. Bu aqidaga sahip bo'lgandan keyin bu bizning iymonimizning bir parchasi bo'ladi. Xitoyga qarshi urush qilish iymonning jumlasidan va iymonimizning bir parchasi bo'ladi. Xo'sh, rahmat. Allah yana bu Sura Baqaraning 191-oyatida oxirgi bo'lib nima deydi? Bu oyatning yana oxiri bor. Bu oyatning oxirida deydi-ki Allah Vaqtuluhum haythu saqibtumuhum. Bu turdagi tajovuzchilarni ya'ni Xitoy tajovuzchilaridek vataninglarga besib kelib, jininglarga, mulkinglarga, vataninglarga, dininglarga, butun muqaddasatlaringlarga chiqqan bu dushmanlarni nerede ko'rsanglar yo'qtinglar deydi. Nerede ko'rsanglar. Haythu saqibtumuhum. Nerede ko'rsanglar yo'qtinglar deydi. Ya'ni bu bizning vatanning ham yerida bor bu xalq. Xitoy tajovuzchilari kelgandan keyin vatanning hamma yeriga Yajuj Majujdek tarilib ketaylik, hamma yerda bor. Allah shu hamma yerga tarilib ketgan shu Xitoylarni nerede ko'rsanglar qo'g'lab chiqaringlar. Va akhrijuhum min haythu akhrajukum. Sizlar nereden chiqargan bo'lsa, sizlarni shu yerdan chiqaringlar. Sizlarni vataningni besib olgan bo'lsa, vatandan qo'g'lab chiqaringlar. Iqtisodingni olib olgan bo'lsa, iqtisodiy sohalardan bularni qo'g'lab chiqarib iqtisodingni asliga keltiringlar. Agar dininglar hujum qilgan bo'lsa, bularni qo'g'lab chiqarib dininglarni qutuldiringlar. Bular nimanglarga tajovuz qilgan bo'lsa, shu sohadan bu tajovuzchilarni qo'g'lab chiqarib, üzanglarni azod, vataninglarni mustaqil qilib yashaysizlar deb 191-oyatda bunday deydi. Nemishqa Allah bunda hukm qiladiganligini, bu hukmni, bu ibodat farmonini nima uchun berganligini Allah bu yerda deb nima deydi? Vel fitnatu ashaddu minal qatl. Faqat fitna o'ltirganda yomon deydi. Fitna degan nima? Fitna degan halqa hokimiyat sifatida beshiga chiqib olib, insonlarni buzib ketib, bizdan o şekilde buz gitip bakıvatkan, dinimizge hücum qilib bakıvatkan, bizdan neslimizge hücum qilib bakıvatkan, bizdan ulemalarimizga, bizdan ziyolilarimizga her türlü bahanalarni tepip, millet sifatida bizni buzak etib, yo'q qilishga tirishish odam o'ltirganda yomon deydi. Nima uchun? Chunki Xitoy kelib o'ltirib etsa, mazlum shaklida o'limiz, iymon bilan ketish ihtimolligimiz bor. Iymon bilan ketilmagan taqdirdami, jahannamning to'y yerida ko'yimiz, chunki biz mazlum bo'lg'achqa. Agar fitna ostida qolib qolsak-chu, biz ojiz bo'lgandan keyin Xitoyning jasuslari deydi. Voy ojiz bo'lgandan keyin jim tursanglarmamdi, kuchinglar yetmagandan keyin bo'l degan unda jiq tursa, unda nufus unda tursa, bunda taraqqiyot tursa, jim tursanglar bo'lmamdi deydi-ku. Bunun eti fitne, insanların aklını çalgıtıp, doğrudan hatağı yütületmenin ismini fitne değildi. Yani insanların aklıga sepsetini felsefedek gösterip, sepsetini hakikatte gösterip, halkın aklını çalgıtıp, halkını aldap, doğru yoldan hata yolu yütületmenin ismini fitne değildi.
Muşu Xitoyninki Sharqiy Turkiston xalqiga qarshi elib berayotgan propaganda, mush kommunizm tashviqotlari, mush xalqimizning minglisiz yuvish haqidagi jasur orqali qilayotgan tashviqni o'ltirgan deyman. Chunki Xitoyning fitnasiga, Xitoyning propagandasiga aldanıp, to'g'ri yo'ldan ayrılıp, haqqoniy yo'ldan ayrılıp, Xitoy taraf bo'lib, Xitoyni desteklab, Xitoy hukumat to'g'ri davlatida mushuning rasmiy deb o'ylab ketish, imonsiz o'ylab ketish hisoblanadi. Shuning uchun Xitoyga aldanıp, Xitoy tajovuzchiligiga aldanıp, imonsiz o'ylab ketish, Xitoyning o'qida, qilichida o'ylab ketgandimi yomon. Chunki Xitoyning o'qida o'lsa, inson mazlum shaklida o'ladi. İmanı bo'lmasa, yana imanı bo'lib qolsa shahid bo'ladi. İmanı va inson biz Uyg'urlarning imanimiz va Uyg'urlar musulmon millat biz. Biz Xitoy tarafini o'ltirilsak shahid bo'lamiz. Uzul jannatga kiradigan ish. Ammo Xitoy propagandasiga aldanib, Xitoy tarafdor bo'lib o'lsak, Xitoydan ayrilmaydigan maydonda turib, avtonomiya vasimi buludu deydigan maydonda turib, Xitoy bilan birga yashasakmi bulavurdi deydigan maydonda turib o'lib ketsa, imonsiz ketadi, abadiy jahannamga ketadi. Jahannamga mahkum bo'ladi. Shuning uchun Alloh bu yerda Xitoyning o'qida o'lganlik, Xitoyning propagandasiga aldanib o'lgandan yaxshiroq deydi. Ya'ni fitna o'ltirganda yomon. Xitoyga aldanib qolish Xitoyning o'qida o'lib ketgandimi yomon. Agar qo'rqish to'g'ri kelsa, Xitoyning o'qidan o'ltirishdan qo'rqmay, Xitoyning fitnasiga mubtalo bo'lib, aldanib qilishdan qo'rqinglar, davlat oyatda. Xo'sh, demak, buni aytib yaxshi tushuntirish oldi. Bu vaqt munosabati bilan biz ikkinchi savolga o'tsak, birinchi savolda shuni bunun ahirisi bekcik ayet var. Hem de bu ayetlerin hemmini böyle değişik doğru kes vakti var yok mu bilmeyeyim. Ya vakt bizde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizge davet kılmış ayetlerinin hemmisi bizge emir ferman hesaplanıyordu. Ma'budumuz tarafından bizge berilgen emir ferman. Muşne kılsan de. Bunu biz kılışkı mecbur. Kılmasak kıyamette cezasını tatımız. Niçin için cezasını tatımız? İbadetini joyiga ekenmaganligimiz uchun qiyomatda mas'ullik tortilamiz. Unda bo'lgandan keyin vatanning mustaqilligi uchun kurash qilish, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilish, shuning uchun ibodat deymiz, shuning uchun aqida deymiz, shuning uchun iymonning bir parchasi deymiz. Xo'sh, bizlar musulmonlarda iymonninki 6 sharti bor deymiz-ku. İmanның 6 şartı var. Bu 6 şartını kılgan vaxtında mümin buludu, Müslüman buludu deymiz. Şu 6 şartının birincisi Allah'a iman etiş. Allah'a iman etişinin içinde ne mi var? Şu Allah'a iman etken adam Allah'ın emri fermanlarına boysunmayın deb iman etdi. Bu biz nemiş iman etimiz Allah'a? Peygamberge nemiş iman etimiz? İman degen işleniş degen gap. Unda bo'lgandan keyin biz Allohga iymon etgandan keyin, payg'ambarga iymon etgandan keyin, anandan keyin qiyomatga iymon etgandan keyin, qiyomatda mush dunyoda qilganlarimizning hisobini beramiz deb. Bu iymonning ichiga Alloh buyurganni qilaman, Alloh to'sqanni qilmayman deydigan aqidami kiradi. Shuning uchun bu yerda Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish biz musulmonlarning iymoniy masalamiz. Şu 6 imanın qatarısqa Sharqiy Turkistonning mustaqilligi kiradi, xalqimizning ozodligi kiradi. Xitoy qarshi bu nuqtadan qaraganda Sharqiy Turkiston xalqi agar hozirgidek yana gap qilmay mengivasa Allohga osiylik qilgan bo'ladi. Xo'sh, rahmat. Biz bu nuqtani aytib yaxshi tushunib oldik. Haqiqatan mustaqillik uchun kurash qilishimiz Allohningki rizosi uchundir. Bu o'zgarmas haqiqatdir. Hamda
Vaqt münasebeti bilan biz ikkinchi savolga o'tsak, biraylarninki mundaq bir savoli borki, agar biz o'z imkoniyatimiz yar berib turib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga va dafsanchiligiga uchrayotgan o'z qarindoshlarimizni qutqizish uchun kurash qilmasak, bizning tuqqanlarimiz mashargohda bizning bu mas'uliyatsizligimiz sababidan Allohga shikoyat qilib, bizni jazolab berishni talab qilsa bo'lamdi deb so'rabdi. Bu savolga bir qisqa javob berib baqsangiz. Biz agar o'zimizda shunday bir imkoniyat bor turib, hech ish qilmasak, kurash qilmasak, biz to'g'ri, shu mushundaq bir ahvol ostida mush imkoniyati bor turib, sharoiti bor turib, o'zining ahlini, oilasini, bo'lsa o'zining millatini qutqazmagan insonlarga shu vatanda zulm ishida ingrayotgan shu bechorlik qiyomatda da'vogar bo'lsa, Alloh bu davoni so'raydi. Nima uchun degan vaqtda ma chet elda yashayotganlar, vatanda yashayotganlarga unga o farqli muomala qilinadi. Ammo ma chet elda yashayotganlarga buningga tamoman farqli hisoblanadi. Shuning uchun bu haqda Alloh nima deydi? Bu haqda Allohning oyatini bir tushuntirib baqaylik. Allah Teala bu haqda Sura 4-sura 97-oyatida shunday deydi. İnnellezîne tevaffahumul melâiketu zalimi anfusihim. İnsanlar içinde şunday insanlar buludukki, bular canı üzülüğün çağda bizning ferishtalarimiz berib ularning canını alıdı. Canını alga vaqtda zalimi anfusihim. Bu insanlar o'ziga zulm qilgan holatda bunlarning jonlarini oladi deydi. Ya'ni ba'zi insonlar o'ziga zulm qilgan holda, jon uzidi. Bularningki jinini bizning meleklarimiz berib oladi. Elib jinini jini chiqar chiqmasdan so'raydigan savol qalu fima kuntum. Nemish qilishqanding degan savol so'raydi. Can tek çıkıvatıkide kikirdekten, can çıkar çıkmayı birinci sual, nemiş kılıştın dünyada dediğiniz, fîme kuntum. Nemiş kılgantın dep soraydı. Bu sorgandakin bu sualının mänisi, ey, sen ma ülevatkan vaktinde üzen zulüm kılıp ülevatsan. Nimi degen gep bu üzügü zulüm kılış degen gep, zulüm iki türlük buludu. Birisi zalim, hakkı zulüm. Mesela Xitay zalim deymiz go. Bu bir türlük zalim. Yana bir zulüm, zulümge sükut qilish, zulümge gep qilmaganlikmi ikinci türlük zalim. Endi Uyg'urlar, hozirgi Uyg'urlar, Sharqiy Turkiston xalqi va chet eldagilar ikinci türlük zalimga kirdi. Aşınchilik, qirqinchilik, irqiy qirg'inchilik bulavasa gep qilmay, özümüzün ailemizde kutulduğumay, özümüzün bal çakıllarımızga, ata-analarımızga, özümüzün kuruktuklarına ilgi çıkmay. Aşmışlar kol kovuşturup tügülüp turuşumuz özümüz zulüm kılganlık oludu. Xitay birinci zalim, biz ergeç küçü zalim. Xitaydan korkap, Xitayninki zulmüge sükut kılganlığımız için biz ergeç küçü zalim. Şu zalim boğaçqa bizning jenimizda elevatgan melekler hey nemish qilishding? Qalu fima kuntum. Nemish qilishding dunyoda deb so'raydi. Nima uchun bunday so'raydi? Avli jeni chiqayotgan vaqtda qanday oqibatga duchor bo'ladiganligini ülevatgan adam biladi. Ma dunyoda umrini qanday hech ish qilmay barbod qilib yetib qolganligini, umr degan bebaho fursatni, oltindek fursatni hech ish qilmay o'tkazib qolganligini ülevatgan adam his qiladi jon chiqayotganda. Bu his qilganlikni meleklar biladi uni. Bilgandikin nima ish qilishding deb so'raydi. So'g'a vaqtida ular avtomatik qalu kunna mustazafina fil arz. Biz vatanimizda mustazafdik.
ya'ni ojiz to'q, buzak etilgan to'q, hokimiyat bizning qo'limizda emasdi, hamma narsa kuch ularning qo'lida edi, biz hech narsamiz yo'q deb qaraydi. Hech nimamiz yo'q deb javob beradi. Qalu ojizimiz yetmagan deb javob beradi. Demak, sukut turishning o'zimi bir xil meleklar nima deydi? Firishtalar qalu alam takun ardullohi wasi'a. Firishtalar deydi-ki, ey Allohning zimini keng emasmidi? Sen vatandan qutulding, boshqa yerga ketding. Shunchalar kengchilik zimin bordi. Siyosiy jihatdan qilsang fursat bordi. Her qandaq öz millatingni, öz xalqingni, öz oilangni qutuldirman deb harakat qilsang, shunchalar fursat bordi. Kengri to'g'zimen. Nima uchun u vatandan qochib chiqibmi yana, sirtda turibmi? Yana nima ishga ish qilmading, vazifangni qilmading? Alloh beshingga üstünge farz qilgan vataningni mustaqillikqa erishtirish, xalqingni ozod qilish ibodatiga nima ish qitilmadan chet elda turibmi deb so'raydi. Demak, fatuhajiru fiha. Nima uchun hijrat qilishmadim? Nima uchun hijrat qilishmadim deb so'raydi. Endi bu yerda hijrat degan nima degan vaqtda, hijrat degan başqa zulm kelgan vaqtda, shundoq dushman vatanga besib kelgan chog'da u vatanda bir ish qilib bo'lmagan chog'da hamma narsani tashlash, vatanning ozodligi uchun ishni boshlab qilamiz deymiz-ku. Uyg'urcha ishlatamiz, biz hijrat qilib chiqdik, chet elga deymiz. O'zimizda muhojiratlik Uyg'urlar, ya'ni hijrat tashayotgan Uyg'urlar deymiz. Bu hijrat dinimizda farz bo'lgan bir ibodat. Ammo qanday bo'lsa hijrat bo'ladi degan vaqtda hijratning Uyg'urchadagi ma'nosi normal yashayotgan yashash uslubini tashlab, butunlay vatanning mustaqilligi uchun ish boshlaganning ismini hijrat deymiz. Yani normal yaşayışını taşlaş, azadlık için iş başlaş. Bunun eti hicret. Mesela Peygamber Aleyhisselam hicret kıldı. Peygamber Aleyhisselam Mekke'de 13 yıl Risalet peygamberlik vazifesini ada kıldı. Överdeki müşrikler besip geldi. Şunda ahir hizmet kılış yolunu takip etti Resulullah'ın. Yama yeri kege vaksta öldürümüz deydiğen meylis açtı. Eğer bu yoldan qaytmasa kechichi o'ltirib etimiz deb qotillarni tayinlab, bütün qabila boshliqlari hech kim ustiga ololmaydi, hammamiz ega deb shu yerda suiqasd mejlis ochdi. Mejlis ochgan vaqtda Payg'ambar alayhisalom endi hayot qilish imkoniyati bo'lmag'achqa hijrat qildi. Hijrat qilib, nimaninki Makkaninki chegarasiga berib turib, Makkaga qarab turib, ko'ziga lip yosh elib turib, ey Makka, ey muborak vatanim Makka, men seni tashlab ketishni hech xohlamaydim. Ammo mush mening millatim nadonlikdan mushundoq suiqasd qilmagan bo'lsa, majbur qilmagan bo'lsa, vadan ketmaydim deb yig'lab turib vidolashgan Makkadan. Buning ati hijrat. Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga borgan vaqtda beriblam islom davlatini qurdi, beriblam ve de asker topladı. Asker toplab Mekke müşriklari bilan urush qilib Mekkeni azod qilish ishini tutishib ketdi. Payg'ambar esa hijratdan keyin 10 yildan keyin Mekkeni azod qildi. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom hijrat qilib, hamma ishni tashlab vatandan Madinaga berib, shu 10 yil jarayonida butunlay Mekkeni azod qilish ishi bilan shug'ullandi. Buning ismi hijrat deyiladi. Shuning uchun hijratning Uyg'urcha ma'nosi dünya işlerine taşlaş, ahiret işine başlaş. Yani normal hayatını taşlaş, vatanının müstakillik vazifesini başlaş. Bu firishtalarni zulm qilib hech qilmay ta'minlayotgan insonlarga fatuhajiru fiha, nima uchun hijrat qilmadingiz? Chet elga chiqib olib
turupmu nima uchun hijrat hayot yaşamadınız? Nima uchun chet eldimi vatandakilik tapqa o'xshash yashadingiz? Deb meleklar chiqmay mas'ulni so'raydi. Xo'sh, demak hijrat qilgandan keyin anandan keyin natija nima bo'ldi? Fabulayka ma'vahum jahannam. Mushundaq uziga-uzi hujum qilib, uziga-uzi zulm qilib, dushman bilan birlashib yashaganlarning oxirgi joyi jahannam bo'ladi deb Alloh e'lon qildi. Fabulayka ma'vahum jahannam. Vatani uchun urush qilmaganlar, vatanning mustaqilligi uchun urush qilmaganlar, xalqining ozodligi uchun urush qilmaganlarning joyi jahannam bo'ladi deydi. Vasayat nasira. Allah o'zi nima qilib, jahannamdimi yama ya bulamda ey xalq. Jahannamdimi yama ya bulamda. Nayt o'lsanglar Xitoyning o'qidi o'latdinglar, shahid bo'latdinglar. Ko'rsanglar mush qisqig'ini dunyodagi hayotda bir yomon kun ko'rgan bo'lsanglar, ko'ratdinglar. Ammo men abadiy jahannamdan qutulib qoldinglar emasmi? Xo'sh, rahmat. Allah natijani undaq deb turadi. Shu bu oyatning oyig'i yana Sura Anfal. Sura Tavba. Bekki oyatlar bor. Vaqt munosib bilan endi biz yana bir savol o'tsak, buni deb o'g'li bo'lmaydi bu yerda. Ammo natijada bunda xalqi munqiz bo'layotgan, vatani ishg'ol ostiga tushib qolgan. Xo'sh, endi yana bir savol. Bo'ldi, boshqa savol. Yana bir savol, chunki bu ko'rmanlarning jiq savollari bor ekan. Bu yaqinqi bir necha yildan beri atalmış ümmetçi Uyg'urlar bilan atalmış millatchilar orasida da'talash qili ko'rinarli bo'lib keldi. Millatchilik bilan ummatchilik bir-biriga zidmi degan bir savol chiqdi. Shunga bir fatvo berib qo'ygan bo'lsangiz. Qisqa ne qilsak bizning savollarimiz sal chiqqan. Millatchilik bilan ummatchilik bir-biriga zidmi? Rahmat. Böyle ümmetçilik bilen milletçilik birbiriga zid emas. Nima uchun degan vaqtda milletçilik degan gap millatparvarlik degan gap. O'zining millatining taraqqiyotini, yaxshi kun ko'rishini, paravalligini istaydigan, mening millatim yaxshi kun ko'rsin, taraqqiy qilsin deb o'zining millatining yaxshi bo'lishini arzu qilganligini millatparvarlik yoki millatchilik deymiz. Ummatchilik degan mening ummatimning, ya'ni men mansub bo'lgan ummatning yaxshi bo'lishi va paravallik bo'lishini xohlayman. Buni tushunish uchun İslamiyetni tushunish lazım. İslamiyet bir ilahi sistem. Hozirgi dunyodagi sistemlar inson ijod qilgan sistemlar bu. İslam bütün bir parça İslam. Bütün bir sistem. Bu ilahi sistem. Allah Teala tarafidan qurashtirilgan, planlangan bir sistem. Bu sistemdeki intizam ve nizamlarni Allah insanlara tatbiqlash uchun aldı bilan Allah bir shaxsdan boshlaydi. Aldı bilan inson o'zini isloh qilib, aldı bilan mu'min bo'lish kerak deb qaraydi Allah. Bir inson o'zini isloh qilib mu'min bo'lgan vaqtida u inson o'zining oilasiga foyda yetkazadi. U bir oila isloh bo'lib mu'min bo'lgan vaqtida u oila o'zining mahallasiga foyda yetkazadi. U mahalla isloh bo'lib hammasi musulmon bo'lgan vaqtida u mahalla butun ashiratga, butun qabilaga foyda yetkazadi. U butun qabila yaxshi bo'lgan vaqtida u butun millatga foyda yetkazadi. Millat degan arabchada qavm deyiladi, o'zining qavmi. U bir millatga foyda yetkazadi. O millet isloh bo'lib, mu'min bo'lib, musulmon bo'lib, o'zini kuchlantirgan vaqtida, uyri turarligidek bo'lgan vaqtida, ayrim davlat bo'lib, mustaqil bo'lgan vaqtida, u millat
u devlet başka milletlerge, başka devletlerge yardım kılalaydı. Şu vaqtda bütün milletler yaxşı olganda, bütün devletler yaxşı olganda çağdısda İslam sistemi dünyaya hakim buludu. Bunun ismi hilafet deyildi. Halifelik. Bu Allah bu İslam sistemini bu şekilde oturup koyarlar. Endi ben sualdı ki milletçilik, ümmetçilikке nispeten tar dairede. Yüzümüzden milletini ıslah kılıp, yüzümüzden milletine devletimizni kurup, yüzümüz ayakta turup, resmi yüzümüzden milletini kutkazgandan keyin, anki nöbet başka milletlerge yardım kılış, başka devletlerge yardım kılış oludu. O ümmetçilik bizning milletçilik dairemizden texmi yuqori ve texmi keng daire. Şunun için biz Uyg'urlarda yüzümüzden milleti müstakil bo'lmag'achqa, yüzümüzden müstakil devleti bo'lmag'achqa ümmetçilik qilish salohiyatimiz yok. Ko'nglimizda yaxshi ko'ramiz. Ümmet kuchlansa, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti yaxshi olsa deb yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rganimiz bilan bizning o ümmetga qilib turadigan hech qanday ishimiz yo'q. Bu nimaga o'xshaydi desa, bir odamning kelqi uyini suv besib ketsa yoki o't ketib qolgan vaqtida 2 yoshlik balaga yetmagan bola men yordam qilaman deb baqirganga o'xshash. O'taq balaga yetmadi, o o't ketgan uyini o'chirishga kuchi yetmaydi, sal besib ketgan o selni to'sib olishga kuchi yetmaydi 2 yoshlik balaning. Shuningga o'xshagan biz Uyg'urlar shu 2 yoshlik balaga o'xshaymiz. Ne uyimiz var, ne ailemiz var. Hiç nimimiz kalmadı Xitay. Hemmini veyran qilib bo'ldi. Mushundaq veyranchilikda veyran holati turg'ilib, bizning ummetçilik qiladigan, bu Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiga foyda yetkazilgan hech qanday bir salohiyatimiz yo'q. Bizning hozirgi ishimiz o'zimizning millatini qutuldirib azod qilish, o'zimizning davlatining mustaqilligini asliga keltirib, oldi bilan millat sifatida, davlat sifatida oyoqda turgan vaqtimizda anki o'zimizningki kuchimizga tayinib qarab baqsak, bizdanmi tuvan qolgan, tuvanda insonlar bo'lgan bo'lsa, qudidan tutib yulash shu chaqda vazifamiz bor. Demak, ummatchilik bilan millatchilik bir-biriga zid emas. Bir-biriga zid emas. Ammo millatchilik Sharqiy Turkistonliklar ichida bo'layotgan bo'lsa, ummatchilik xalqaroliq masala. Biz Uyg'urlar Sharqiy Turkistonliklar xalqaroliq masalalarga aralashib, xalqaro xalqqa yordam beramiz. O'zimizni adam qilib, o'zimizning holidan xabar olasakmi, cho'ng ehtiyojdir. Uningga kerak kelmay, hamma yerda mazlumlik qalpoq bilan vaqirab yig'layotimiz. Bizning qo'limizni tutib atgan bir davlat, bir millat yo'q. Hatto o'zimizning diniy qarindoshlarimizdanmi bizning qo'limizni tutib kela, qarindishim da'vatqini yo'q. Devlet ve millet sifatida. Hatta o'zimizning Türk deyilayotgan Türk qarindosh davlatlarimiz. Masalan, Qozog'istondaymiz, Qirg'iziston, O'zbekiston, Pokistondaymiz, atrofimizda nurg'un qarindosh davlatlar bor. Qo'limizni tutib bakka yeri yo'q. Bundaq bir ahvol ostida biz ummatchilikning gapini qilish beklam külkülüp yüzümüzden mesxireke ya yüzümüzden halini yüzümüz bilmegenlik hisoblanadi. Bu savol bek yaxshi chiqdi ekan, va javob texim yaxshi bo'ldi. Haqiqatan bizning hozir ummatchilik qilg'idek salohiyatimiz yo'q ekan. Dal bizning qarindoshlarimiz, diniy qarindoshlarimiz, qon qarindoshlarimiz biz tarafda emas. Shuningga moyil bir savol chiqdi. 2017-yildan buyon Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va bostirish siyosatlarini xalqaro sahnalarda kuchli qo'llab, Amerika qatorliq g'arb ellerini yolg'onchi qilishga hassi qo'shib kelayotgan islom ellariga qanday qaraysiz? Bularni jinoyati va imoniy kamolati jihatdan aybga buyurumdiq yoki bularning siyosiy balog'atiga aprin o'qimdiq degan bir savol ekan. O'shanga bir gap qilib boqqan bo'lsangiz, anladimki? Rahmat. Bu shu hozirgi bergan javobninki oxiri ekan. Asli ummatchilik qilsa, shu bizningki shu islom davlatlari shu ummatchilikni qilsa bo'ladi. Shu bizning davlati bor. Millatlar davlat qulida bor. Masalan, Arab millati deymiz, hammasining davlat qulida. Urdu millati deymiz, Pokistonlikning davlat qulida.
başka Türkli milletler, Kazak, Kırgız, Özbek deymiz, o özünün devleti özünün kuluda. Türkiye deymiz. Hemmisi bununki devleti özünün kuluda. Ulu özünün milleti şu devlette boğandikin, devletin ilgisi şulu boğandikin, asli ümmetçilikni kılıp, bizning beşimizni silash, ularning diniy vazifasi, islomning emri shu. Ümmetçilikni şolu qilish kerakdi. Asli ular unda qilmay hozir o'zining menfaatini deb bizni setib hejlayotdi. Xitoyga setyotdi, Xitoydan pul olib hejlayotdi. Tijorat bahonasi bilan, kredit bahonasi bilan bizni setib hejlayotdi. Bu endi islomiy nuqtadan qaragan vaqtda bu davlatlarning qilayotgani islomiyatga xiyonat, ümmetçilik engiga xiyonat. Asli ular xato qilyotdi. Shuning uchun mening deydiganim ularni to'g'ri qildi degili bo'lmaydi. Chunki milliy manfaati va davlat manfaati va davlat manfaati uchun shunda qiladi deb o'ylaydi. To'g'ri, davlat manfaati uchun qilayotganligi rost. Milliy manfaat uchun bizni setayotganligi rost. Ammo islom dinimizda davlat manfaating uchun, islom manfaating uchun o'zingning qarindoshlaringni satsangmi bo'ladi, musulmonlarga xiyonat qilsang bo'ladi, islomga ihanat qilsang bo'ladi degan qoida yo'q. Buni endi tushunish uchun ash davlatlarni, ashu bizga xiyonat qilayotgan, bizni setayotgan davlatlarni bir oilaga tushirib turib, mesela Sharqiy Turkistonda bir aile desek, etrafımızdaki şu Müslüman devletler, şu Türk devletlerini bizning qo'shnilarimiz desek, men qo'pab bir aile sütüde xalqning mal mulkini elib olsam o'zimning manfaati deb, yoki bo'lmasa xalq pul bersa, qo'shnimni satsam, qo'shnimdan axborot o'g'irlab uningga satsam, yoki yan komşu olgandan onun bizneslarini o'g'irlab yan birisiga satsam, tutib qolgan vaqt nima mendaq qildim desa, o'zimning oila manfaati uchun qildim desam, to'g'ri bo'lamdi? Bo'lmaydi. Masalan, o'g'rilarmi o'zining manfaati uchun o'g'irlaydi. Bulangchilarmi o'zining manfaati uchun bulangchilik qiladi. Buni ham o'zining manfaati uchun qilibdi desa to'g'ri bo'lamdi? Bo'lmaydi. Buni qonun nuqtasidan aytgan vaqtda jinoyat deymiz. Bu hem de aileni çoğaltıp devletke aylandırgan vaqtda devletlermi bir-birini setip öz menfaati için bir-birini yok qilishning bedeliga öz menfaatini ko'zlasa bo'lmaydi. Bu o'g'irlik bilan o'xshash, bo'langchilik bilan o'xshash jinoyat. Ammo hamda hozirgi sistemda, hozir mana dunyoning sistemida o'rmon qonuni deydigan bir sistem bor-ku, hayvonlarning sistemi. Kim kuchli bo'lsa shuningiga gapira soladigan, kim kuchli bo'lsa adalet deb hisoblaydigan andaq bo'lg'achqa, hozirgi sistemda davlat manfaati, millat manfaati degan gap bek cho'ng bilinadi. Hozirgi sistemda uyg'unlikdek ko'rinadi. Hamma davlat, hamma millat o'z manfaati uchun bo'lgandan keyin shunda bulduğuna o'xshaydi deydi. Amaliyotda islom nazariyasida bir millatni o'z manfaati uchun setayotgan, yo'q qilayotgan unda ish yo'q. Xiyonatga, ihanetke, uğurlukka, yancıkçılıkka, bulangçılıkka menfaatini deb izni verdiği iş İslamiyet'te yok. Bu menimce bek kengri bir daire, bunu başka bir sohbette ayrım tilga alsak texmi yaxshi bo'ladi. Hozir men islomiy sistem bilan g'ayri islomiy sistem aralashtirib qo'yayotganlikdan insonlarning kallasi elishib ketganlik. Bir hukm chiqardi. Mening da'vatqinim islomiy nuqtadan so'zlashyapmiz-ku. Islomiy nuqtadan mayli bir shaxsni bo'lsin, mayli bir millatni, bir davlatni bo'lsin, uni vayron qilish, yo'q qilishning bedeliga o'z manfaatini deb setishga bo'lmaydi. Turkiston masalasida qilayotgan, tutayotgan ishlarning hammasi xato. İslamiyet nuqtasidan xato. Rahmat. Bugün biz
diniy nuqtadan parang ilib berib, nurg'un bilmagan narsalarni, nuqtalarni bilib oldik. Bu programmaga qatnashib berganingiz uchun ko'p rahmat. Hech bir narsaning qimmati sening o'z ona tuprog'ingda, o'z vataningda, o'z tilingda so'zlab, o'zingning insonlik qadr qimmating, izzat hurmating bilan yashashdan qimmat bo'lmas deb o'ylayman. Buning yo'li faqat va faqat vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligidir. Shundoq, mustaqillik uchun qilgan kurishimiz Allohning rizosi uchundir. Ko'p rahmat. Kelar qatimliq programmamiz to'rda e'lon qilindi. Abdulahad Nur efendimga qayta rahmat. Hammanglarning bugun xayrli bo'lsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr.